ishqilib borga opang uchrashib kelsin-da. Ha qizim nima bo'ldi? Uchrashdim. Nima dedi? 2 yil bor dedim. Nima? 2 yil bor dedim. 2 yil bor dedim. Nima? 2 yil bor dedim. 40 ga kiraysan. Hali yerga tekkaning yo'q. 80 ga kirgancha o'qiysanmi? Undan ko'ra o'sha bolani maktab ishlamaysanmi? Ha? Mana men bitta Toshkentda turar ekan, uy joyi bor ekan. Mazza qilib yerga tekkizsam bo'lmaydimi? Bolalaringga qarab o'tirardim nevaralarimda. Shuna qilib, qampir buguncha yurasanmi? Ha, becharaga qursin. Endi nima deyman u bolaga? Qaysi bir bolaga men seni uchrashib olib chiqaman? Seni sandig'imga urib borib satmaymanmi? Yo'q, yo'qman o'laysan, jonga tegdi. Nima borki? Tengi kelganda uzatib yubor deyish kerak ekan. Tengi kelganda uzatib yuborsam bo'lar. Endi ammangga o'xshab 80 ga kirganda yerga tegasanmi? To'qin qilsin. Bor o'sha yigitga javob bilan aytib bor. Mayli, to'y bo'ladi degin. Ko'rsam uyga qaytib kirma. Turinglar. Mana, opang ham yo'q deb ketdi. Agar sen ham shunaqa bo'lsang, seni ham o'ldiraman. Qizlaringga tengi chiqsa tekin berib boringlar. 80 ga kirgizib, uyingda olib o'tirmalaring, tushundilaringmi? Menga o'xshab.